mayli ilindiymi deganiga mayli bitta tishlayman-da. Shuraya qo'y. Ana bitta tishladim mana qoldi, rahmat. Yur. Mani o'g'lim 15 yoshligida birinchi marta uyga ikkita non bilan, yopgan non bilan bitta kichayadigan sariyog' bo'lardi. O'shanaqa 3-4 o'qdan ko'tarib kelgan. O'pirli ham qo'shnimiz mardikorchilikka chiqardi. Bo'sh o'tirganda, "Men ham chiqsam maylimi, oy" deganda o'shani jo'natganman. Shu bir kun ishlab kelgan pulga shuni olib kelgan. O'shanda men bekor olibsan, uncha qilgan mehnatingni pulni ishlatibsan, yig'sang bo'lar ekan deganman, yig'laganman. Shuni men onamga ketganman, onam rahmat aytganlarki, bekor aytibsan shunaqa deb. Nima olib kelsa ham chiroyli qilib duo qilishing kerak edi. O'shanda o'g'ling topgan uyga olib keladigan bo'ladi. Onam duo qiladilar-ku deb ilinadigan bo'ladi. O'tbetda o'tirsa ham katta bo'lganda, choyxonadami, kafeda ham o'tirsa ham, men ham tevamni onam o'tiribdilar uyda, tomog'imdan o'tmay deb ilinadi. Shu qari bilganni pari bilardi, bekor etmas ekan deb onam gaplarida jon bor ekan. Aytardilar, farzandlaring nima olib kelsa ham hech ham qaytarmagan, xafa bo'lmagan, nolimagan, chiroyli qilib duo qilgin derdilar. Lekin to'g'ri biz onalar hali farzandlardan pulni tejashga harakat qilamiz-ku, lekin haqiqatan bu noto'g'ri narsa ekan. Nima olib kelsa ham shu olib chiroyli qilib duo qilish kerak ekan. Kelsa mana shu nevaralarim ham bu narsa bersa hech ham anaqa qaytarmayman. Kel deyman, bitta tishlab yana o'zi qo'liga beraman. Men bo'lsam olib tishlab qaytib beraman. Yegim kelmasa ham. Sizlarga mana demoqchiman, yosh kelalar, mana onalar, mana farzandi bor onalarga aytaman. Farzandinglar nima bersam qo'lini qaytarmaydi. Olib borayoqqa kerak emas, o'zing yevur deb unaqa deyish kerak emas. Yegilik kelmagan chog'ida ham olib o'sha narsani bitta tishlab arkka qo'yib qo'yib yoki boshqa narsa bersa, "Voy rahmat, men kelindingmi" deb chiroyli qilib duo qilsanglar, anaqa erkalab qo'ysanglar, shu farzandinglar o'laverguncha, katta bo'lguncha ilinishga harakat qiladi. Boshqa ekan.